Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 14-mart haftaning shanba kunidagi Xudo xolasa xom jarayonlari. To'rttugallarni ertadan to'g'ri 20 ga tushadi. 20 dan maydalanib, mana shu holatga kelib, to'g'ri kelib belakka tushadi. Belakdan ishlarimiz, tuproqlarimiz mana shu holatda mayin holatda chiqadi. Turganlarni sariq tuproqlarda chiqib turgan ishlar. Tuproqqa namlik berib, o'rta holatga kelib, holatni aylantirib tushib nam holatga keladi tuproqlar. Bu yerdan mishalkaga ketadi. Mishalka. Mana mishalka ustiga chiqib qoldik. O'tirganlardik. Avvalashib tuproqlar, toza tuproqlar pirisga kirib ketyapti. Pirisdan Xudo xolasa o ishlar o'ta darajada, a'lo darajada chiqyapti Xudo xolasa. Turganlarni jarayonlari. Mana shunday keladi. Mana bunday aralarga yuklanib karalar yuklanib to'kkani ketdi, bu kara to'lib. Mana bu yerda nima bo'lyapti deb o'ylaysizlar do'stlar. Ishlarni ko'ringlar. Ustalarni mehnatiga bitta baho berib qo'yasizlar. Hozir ham urushyapti mana. Ko'rib turganlarni. Hozir bu 2-3 kun oldingi to'kilgandi. Hozir mana yangi hozir karadan to'kib turganlar bor. Hozir borib ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shu holatda to'kib ketadi. Undan keyin mana bu holatda soldat qilinib, mana shu holatda quriydi. Keyin mana xumdonga olib kirib quriganlarni Xudo xolasa tomonda quriganlari bor. Xumdonga olib kirib terishadi. Shu bilan hozir xumdonni ichidagi holatni ko'rsatamiz. Mana hozir xumdondagi tayyor pishgandagi holat. Hozir tepasidan, pastidan ko'rsatamiz. Xudo xolasa o'ta kuchli darajada olovlarda pishgan ishlar hozir. Xumdonni ichiga mana shu holatda terilib turib, tepadan o't yog'iladi. Chiqmaymiz. Ha, ko'rib turganlaringizdek ko'mirda pishib turgan. U 1000 gradusda osh issiqlik. Qovushlarimiz shu holatda mana terilib, xumdonda mana shu jarayonlar o'tadi. Pishganish tayyor bo'lishiga qadar. Ko'rib turganlarni hozir bu yerda ustalar ham ishlash jarayonlari ketyapti. Ishlarimizni narxlarini 770 so'm narx qo'yganmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarni yetkazib beryapmiz. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa eng arzon narxlarni yetkazib beraveramiz.